Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrlik ekran oldidagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar hammalariningki mushu vaqti va buningdagi vaqt xayrli bo'lsin. Men Londondan Abdulaziz Besh To'g'roq, yana ustoz Abdukarim Zohir apandi omu Londonda fidoyi qarindoshimiz Gollandiyada shundoq bu birlikda sonib kelayotgan bu programmningki bugun 87 qismi. Bugungi qismimizda shu Ramazon monopol qilingan ibodatlarninki birisi bo'lgan Ramazon monopol qilingan Ramazon to'g'riliq ustozni bizga so'zlab berishni taklif qilamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollari yaxshimi? Alo, ustoz yo'qolib ketdi-ku. Alo? Gapni olay oldimmi? Hava yo'q-ku. Yo'q, men hali gap qilyaptim-ku. Bilishdi. Ya, meniki uloqliq bo'laymi? Yo'q. Ne bo'ldi-gina bu? O'zi? Ha. Qaytadan başlandım ya, bo'ldi-mi? Kirish qilib qo'ygan. Ovoz nemicha katta o'sanniki? Qayta. Yana Tekrar. man. Ha, tamam. He. Hammalarning Ramazon ayi mübarək olsun hammamizninki. Rahmat. 87-qismgacha davomlashtirib kelyapmiz. Qo'llab-quvvatlagan barliq qarindoshlarga rahmat aytamiz. Bugungi temamiz monopol qilingan ibodatlar bobidan monopol qilingan Ramazon. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvollari? Yaxshi, alhamdulillah. O'zlarim yaxshi, sayohatlardan bo'lib keldilar mana. Nima? Mushu monopol qilgan ibodatlar qismida uni Ramazon bo'lg'achqa alohida to'xtalishga to'g'ri keldi. Monopol qilgan Ramazon deb. Mushu Ramazonni 11 oyninki 12 oyning ichidagi eng no'chi oy, mushu oy qattiq ibodat qilsak,
Günahlarımız o yıldan bu yılgacha yuyuldu, o bu Qur'an'ni hatma qilish bo'ldi. Demisem özleri billah yaşavatkan, yani biz İslam dep qo'shtirnoqcha yaşavatkan bu dinning ichida bular hamda nihoyatda cho'ng bir ibodat hisoblanadi. He, İbadetin türleri bekçek, üzü yaxşı ibadet. Mesela Ramazan. he. Ama lekin bu acayip cek edem. Zaten saklaydı da şu Ramazan gelse bir günahlarımı yuvasam degендekçi. Yani bunu qanday qilamiz bu Ramazan esaqadan nimişimi Ramazan eyi bundaq bo'lib qolaqlar. Biz qanday tushunishimiz kerak? Shu to'g'riliq bir so'zlab bersizlar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning yoqqas joylariga hurmatli qarindoshlar, hammalaringiz shu vaqt xayrli bo'lsin. Oldi bilan men shu Ramazonniki Qur'onda ko'rsatilgan shaklning o'zini bir bayon qilib o'tsam, Qur'onda uni alohida bir tunishtirgan bir yer bor yo'qligi haqidami bir ikki og'iz so'z qilsam, undan keyin an'anaviy islomda Ramazon qandoq o'zi tunishtirilgan va uningda qandoq o'z alohidaliklarni uning qo'shgan va insonlarni uningga nima uchun ko'p da'vat qilish umumlashganga o'xshash shundoq masalalar ustida bir qo'l to'xtalishni niyat qildik. Oldi bilan bu Ramazon Qur'oni Karimda qandoq o'zi belgilangan degan vaqtda astag'izbillah Sura Baqarniki 83. ayeti 83. ayeti 83-84. ayetide Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun eyyamen ma'dudat femen kâne minkum meriden ve ala seferin fe iddetun min eyyamin ukhar diye şu ayetinin özü de neydi diye vaqtida Ramazan tutuş burunqi ummatlarga farz qilingan o'xshash sizlarga farz qilindi. Maqsad nima degan vaqtda la'allakum tattaqun. Sizlarning xatolikdan saqlanishinglar uchun. Ham bu yerdagi la'allakum tattaqun ikki xil ma'noga keladi. Ikki xil narsani ifodalaydi. Birisi la'allakum tattaqun degan sizning umidinglar xatolikdan saqlanish bo'lsa, ro'zini burunqi ummatlar tutqanga o'xshash, ya'ni Qur'oni Karimda qanday farz qilingan bo'lsa, shu bo'yicha tutinglar degan ma'no chiqadi. Yani bu yerda Qur'onda o'zi ro'za tutish atiganlik shu tong otgandan boshlab kun o'ltirg'ich oraliqda ro'za tutish farz qilingan. Unda Qur'onda alohida oyat bor. Atimus siyam ilal layl degan shu oyatning nemisida atiganlik tong otgandan boshlab kun o'ltirg'ichlik tamoq yeyishni jinsiy munosabat bir narsa ichish ishlarini o'zini to'xtatdi degan ashyoga qarata maxsus oyatlar bor. Demak bu ro'za tutish faqat keyingi ummatlarga emas, tarixda shu birinchi Adem alayhissalomdan tortib ro'za farz qilinganligini bilib olgan bo'ldi. Chunki Allohniki o'zi kitobi, ya'ni dini hech bir zaman hech bir payg'ambar zamonasida o'zgartirilgan emas. Qur'onda necha yer buning qarta oyatlar bor. Shuning uchun bu hamma ummatlarga farz qilinganga o'xshash sizlarga farz qilindi. Ayyamen ma'dudat, ya'ni sanoqli kunlar. Sanoqli kunlar deganning o'zi bir oy, 30 kun degan gap. Faman kana minkum maridan awala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sizlardan safarda bo'lgan yoki og'rib qolgan odamlar bo'lsa, safardagi odam safardan qaytib kelgan vaqtda boshqa oylarda, og'rib qolgan odammi boshqa oylarda qancha kun tutolmagan bo'lsa, shuncha kun shuning qazosini qilsa bo'ladi. Ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davomli safarda bo'lgan. Ya'ni o davlat ishi bor, uni tugasi ma davlat ishi bor, uni tugasi ma davlat ishi bor 15-20 kun. Ya bir ay yerim ay ma davlat turib, yana bir davlat turib, shunday yil bo'yi safarda yurgan odamlar bo'lsa, u vaqtda o'zi qachon safardan muqimlashgan vaqtida uni tutishga bo'ladi. Endi bu og'riq odamlar degan vaqtda og'riq odamlar bir qismlari bir qancha kun yoki bir qancha hafta og'rib saqaydigan og'riqlar bor. U odamlar hamda saqaygan vaqtda tutadi.
bir qism og'riqlar bor. Masalan, diabetga o'xshash, ya'ni yuksak diabet og'riqlari bor. Ondan keyin yuksak qon besimi og'riqlari bor. Shundaq odamlar bor endi. Bu odamlar bir kun, ikki kunda yoki bir yil saqaymaydi. Davomli og'riq betib turdi. U vaqtda u odamlar qachon saqayg'ichilik o'zi o ro'zani tutmasa bo'laveradi. Necha yil saqaymasa, necha yilgacha tutmasa hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo bu yerda siz og'riq bo'lgan vaqtida tutmasangiz bo'ladi. Saqaygan vaqtida tutinglar degandan keyin saqaymay shu o'lib ketib qolsimi, u odamniki gadindan o saqit bo'ldi. Endi bu yerda yana bir masala bor ayollar haqida. Ayollar mush odat ko'rgan vaqtida ro'z tutmasin bo'ladi. Yana mushu fiqh kitobida shu narsalar bor. Ayollar hayzdor vaqtida ro'z tutmaydi degan hukmlar bor. Bu nihoyat xato ketgan hukmlar. Chunki ro'zga o pokiz bo'lish, ya'ni tartibi bo'lish nima emas, farz emas. Chunki tarat faqat namoz o'qish uchun kerak bo'ladi. Ammo u odatning o'zi og'riq hisoblanmaydi bir tarafdan. Nima uchun degan vaqtda uning eti odat. Har oyda bo'lib turgan ish uni og'riq deb o'zi atamagandan keyin odat deb atagan bo'lg'achqa uni og'riq hisoblanmaydi. Endi bir qism ayollar 3 kun 4 kun o'z odat ko'rib bo'lgandan keyin u to'xtamay yana davomlashib qildigan ish bo'lsa, u vaqtda u og'riq hisobiga kiradi, u vaqtda tutmasi bo'ldi. Yoki bo'lmaydi ba'zanlar 2-3 kun shu odat kelgan vaqtidami nihoyat qattiq kelib balki 5 qaydigan shunday ishlar bo'lsa, u vaqtda u og'riq darajasiga yetadi, u vaqtda tutmasin bo'ldi. Bo'lmasa o'zi normal, ya'ni odat kelgan vaqtidami u ta'sir qilmay normal ketgan ish bo'lsa, u vaqtda u ayollar ro'za tutishga bo'ladi. Ya'ni ro'za tutish kerak mana shu vaqtda. Chunki uning eti og'riq emas, odat bo'lganligi uchun uning o'zi ro'za tutishni to'sib qolmaydi. Endi bu nima deb fiqh kitoblarda bir oilada qancha odam bo'lsa, shu odamning soni bo'yicha, ya'ni 5 bolasi odam bo'lsa, ota-onasi qo'shib 7 odam shuning qarta o'zi nima sarf fitr berdi deydigan mundaq bir qoida bor. Bu qoida Qur'oni Karimda yo'q. Ya'ni ro'za tutgan odamlar sarf fitr bermasin bo'ldi. Chunki sarf fitr deganning o'zi bu jazo, ya'ni ro'za tutmagan odamlarga berilgan, ro'za tutmagan odamlar o'taydigan jazo bo'lib hisoblanadi. Uning uchun bu ro'za tutgan turqlig'in, ya'ni o'zi ro'za tutib turib bir tarafdan, yana bir tarafdan o'zi u sarf fitr berish Allohniki amrini ijro qilib turib, yana jazo o'taganga o'xshash bir ish bo'ladi. Uning uchun bu yerdagi ro'za tutgan odamlar sarf fitr bermasin bo'ldi. Ikkinchisi, ro'za tutish yashiga yetmagan 8-10 yosh, 11-12 yosh, 13 yosh shunday o'zi balog'atga yetmagan shunday bolalar bo'lsa, u vaqtda ularni o'zi ro'za tutish mukallafiga yetmaganligi uchun ularni o'zi sarf fitr o'tashga ehtiyoj yo'q degan gap. Shuning uchun bu sarf fitrning o'zini birinchi ro'za tutish imkoni, ro'za tutgan odamlar, ikkinchisi ro'za tutishga mukallaf bo'lmagan odamlar yoki og'riq odamlar bu nimaning o'zini sarf fitrning o'zini bermasin bo'ldi. Ya'ni og'riq sababidan u odam tutolmadi, u vaqtda boshqa kunlar tutuvasi bo'ldi. Agar og'riq saqaymay o'lib ketgan ish bo'lsa, u vaqtda o'zi o sarf fitr berishning hech qanday hojat yo'q. Endi qanday odam jazo o'taydi degan vaqtda va allazina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ro'za tutishga toqat qila oladigan, ya'ni hech qanday ro'za tutishga bir to'sar bo'lgan bir narsa yo'q. Ya og'riq emas u odam yoki safar ustida emas. Bundaq bir odam normal endi. Hamma tarafdan normal bir saq salomat bir odamning o'zi ro'za tutmagan bo'lsa, u vaqtda qanday qil deganda fidyatun ta'am miskin. Her kunlik ro'za uchun bir miskinniki bir vaqt tomoq kelgidek tomog'ini beradi yoki olmaydi. Bir vaqt tomoq kelgidek pul versin bo'ldi. Ammo u
London'da 10 koy dep yazıdı bazen camilerde, bazılarda 15 koy dep yazdı. Çünkü bir kaç tamak hem normalda baylar yayılgan tamak olmasın normalde 10 koyuk tamak olsa bolu bu yerde. Hem şu 10 koydan hesabılsa roza tutuşka kadir bola algan turuqluğun roz tutmagan bolsa o adam onun cezası süptüde her günlük rozniki cezası qarta bir miskinge bir vaqt tamaq ep berdi yoki bir vaqt tamaq kegidek pul versinmi bo'ladi. فَمَا تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Endi o adamlar artıq sədq ihsan qılma dese, o yaxşı iş bulup kiteverdi endi. Özü roz tutqan, yana özü ətrafıdagilarga sədq ihsan qılgan bolsa, o texim yaxşı boldu. Ama bu sədq ihsanını davamlıq rozu aylarga yığıb eliş. Yani davamlıq özü başqa aylarda sədq ihsan qılmay, rozu ayga yığıb şu rozu ayda qılma, zakatni rozu ayda berme deyiş bütünlay özü xata. Çünki fakirlarniki ihtiyaç qaçan özü ihtiyaç bolsa şu vaqtda beriş gerek onun özüne. Rozuga qarta özü rozu kirgen çağda berme dep onun qarap turuşqa bolmaydı. Ve en tasumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer o'zi bilsanglar, rozini tutquninglar yaxshi. Ya'ni shu rozini tutishga taqat yetgan turg'un tutmay, halqi jazo o'tagandan tutqan texi yaxshi bo'ladi, dedi Alloh taolo. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda 30 kun roza tutish farz. Ham kimga degan vaqtda yuqori degandek og'riq emas, safar ustida emas odamlarga roza tutish farz. Og'riq safar ustida odamlar qancha kun tutamagan bo'lsa shuncha kunning o'zini boshqa kunlar tutuvasi bo'ladi, boshqa oylarda tutishga taqat yetgan odamlar tutmagan bo'lsa, u vaqtda har kunlik roza uchun bir miskinniki, ya'ni bir g'aribga bir vaqt tamoq yeb bersa yoki bir vaqt tamoq yegandek pul versa bo'ladi. Endi bu rozini nima uchun tutamiz? Degan vaqtda bunda ikki sabab bor. Birinchisi, burunqi ummatlarga roza farz qilingan o'xshash bizga ham shunday roza farz qilingan. Tarixdan buyon hamma o'zi ummatga roza farz qilingan ekan, shu qatorda bizga farz qilingan sababidan biz o rozani tutamiz. Ikkinchisi, shahru ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas va bayyinatin minal huda vel furqan. Ya'ni shu Ramazon oyida Qur'on tushganligi uchun oxirisida o'zi o'sha oyatning oxirisida ala mahadakum va la'allakum tashkurun deb oxirlashidi Sura Baqarniki 185-oyatida. Alloh taolo bizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob tushirib berganlikka biz shukr qilishimiz uchun roza tutamiz. Allah buni o'zini bizga nima qiladi endi. Ba'zan rozalar Qur'onda asosan jazo sifatida tutishga buriladi. Masalan, nimada o'zi hajda, haj faoliyatini yaxshi olib borolmagan odamlar o'zi haj vaqtida yoki haj vaqtida va hajdan keyin roza tutish 10 kun roza tutishga o'xshash shunday o'zi jazo o'sha yerda belgilangan. Yana ba'zilarida misol zihor deydi. Bu ziharning o'zidimi, ya'ni bir odam ayolni nimasiga o'zi onasiga o'xshatib qo'ygan bo'lsa yoki shunday bir xatolikni o'tkazgan bo'lsa, uni roza tutish yoki bo'lmaydi nimalqi sahvanlik bilan odam o'tirib qo'ygan bo'lsa, 2 oy roza tutishga o'xshash shunday o'zi jazolar Qur'oni Karimda belgilandi. Ammo asosan roza jazo sifatida Qur'oni Karimda ko'p yerda keladi. Ama şu Ramazan ayındaki roza diyorduğu vaxtda Ramazan ayındaki roza Allah'ın insanlığa bir rahmet, insanların doğru yolu yetekleydiğin bir kitap düşkenlikке Allah'ın rahmet yetiş için özü tutulganlığı birinciden, ikinciden özü burunki ümmetlerge farz kılınan boyunca farz kılınganlığı için onun karta tutulgan bu iki sebepnin özünü Kur'an bayan kıldı. Bir kısım nayeti özünü takva hesaplaydıgan aşındaki kişiler Ramazan ayında misal bir ay teheccüd kılıdığan, onundakin teheccüd ne kılıp ayarı bilen özü münasebetini tamamen üzüp
cinsiy munosabatlarni bundaq qilgan ishlarmi sufizmlarda biroz mavjud. Shuning uchun Alloh taolo shu sura Baqarniki 187-oyatida uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum degan mush oyatniki o'zida nima deydi degan vaqtda kunduz ro'za tutgan taqdirdami kechida ayolinglar bilan birga bo'lsanglar bo'ladi, bu sizlarga hech qanday gunoh bo'lmaydi deydi. Bu yerdagi taqvolik qildim deb hamma narsa o'z joyida bo'lishi kerak. Ro'zani kunduz tutamiz. Kunduzi kechida o'zi ayoli bilan o'zi jinsiy munosabat qilsa hech qanday xatolik bo'lmaydi deydi Alloh taolo. Ya'ni ro'zani tutadigan vaqtni Alloh taolo belgilab وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ deydi. Bunun nima degan vaqtida ro'zni atiganlik tong oqqandan boshlab kun o'ltig'icha oraliqda tuting deydi Alloh taolo. Bu nimani bildirdi degan vaqtida tong etishdan 1,5 soat burun yemeklerini to'xtatib keşfıgaca qo'saq ichib, ko'zlar chekchib ketishga hech qanday hojat yo'q. Odatda shu nimaning o'zi bomdod namozining vaqti kirgan vaqtida, ya'ni o'zi hali yo'riqlik paydo bo'lganchilik yeb ichsanglar bo'ladi deydi Qur'on. U vaqtda demakki tong otgan vaqtigachilik yeb ichib qilsak bo'ladi ekan. Undan keyin biz kun o'ltig'ichilik ro'zani tutsak, shugarliq ro'za tutgan vaqt degan gap. Ama Türkiye'de bek etigen nim qiladi, shu hozirgi vaqtda Londonda misol nimaning o'zini etiganlik zoning o'zini yeyish yeb tugagandan 1,5 soat burun dakilada shundaq tamoqni nim qilib bo'ladi. Undaq bek etiga yeyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki nima qilgan vaqtda Alloh taolo belgilab bergan vaqtchilik yesak, o'zimizni qiynamaymiz. Allohniki o'zi Qur'onda ko'rsatgan buyruqqa to'g'ri amal qilgan bo'lamiz. Yana birisi Ramazonda Qadr kechasi degan bir kechalar bor. Bu kechaning o'zida insonlar shu 20-chi, ya'ni Ramazonning 20-sidan keyingi tog' kechalarda bo'ladi deb qaraydi. Rivoyatlarda shunday bir narsalar yozilgan endi. Ammo Qur'oni Karimda Qadr surasining o'zida İnna anzalnahu fi laylatil qadr ve ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr hayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr degan shu suraning o'zida Qadr kechasi Qur'oni Karimni tushirishga boshlagan kechasi ekanligining o'zini bayon qildi. Ham qadr degan nima degan vaqtida qadr deganni insonniki ish harakatlarini, so'z harakatlarini o'zini o'lchamga soladigan bir kitob tushgan kechasi degan bo'ldi. Kitob tushishga boshlagan kecha. Yani Qur'on insonlarning so'zi, aqidasi va harakatlarining o'zini mezonga soladigan, o'lchamga soladigan. Qasi o'lchamga tushgan vaqtda u qandoq so'z turkumiga kiradi. Yaxshi so'z turkumiga kiramdi yoki yomon so'z turkumiga kiramdi. Qaysi harakat, qaysi o'lchamga to'shgan vaqtida u yomon ish o'lchamiga to'shidi, kirib qoladi yoki yaxshi ish o'lchamiga kiradi. Buni o'z o'lchamlashtiradigan shunday bir kitob tushgan bir kechaning o'zini bayon qiladi. U kechani Alloh taolo bizga tushuntirib, Laylatul qadri hayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshi. Ya'ni 1000 oy deganning o'zi 83 yil necha oyga to'g'ri keldi ekan endi. Demak, bu nima degan bo'ldi degan vaqtda 83 yil qancha oy deganni bir odamning umri degan gap ham. Uzoq hali uzun umr ko'rgan odamniki umriga to'g'ri keldi. Qur'oni Karimni ashundaq o'zi bir odam bir umr izdansimi topolmagan darajadagi insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob ekanligini, uning uchun bu kitobning o'zini, ya'ni Qur'onniki Qur'onni qadrlash va Qur'on ko'rsatgan yo'lda menishlik nihoyat zarur ekanligini bayon qildi.
Nurg'un kishilar shu kechiniki ulug' bir kech ekanligini tushunadi. Ammo u kechiniki, u Ramazon oyiniki hech qanday boshqa oylardan farqi yo'q. Qur'onda u oylarniki, u kechiniki farqli, bak ulug' bir kecha deb bayon qilgan bir narsa yo'q. Çünkü bu yerda ming oydan yaxshi u kecha deganning o'zi nimani bildirsa, u kecha emas, asli u kecha tushgan Qur'onni ko'rsatyapti bu yerda. Anzalnahu fi laylatil qadr degan, anzalna degandiki nima, huniki zamir navabdisi u Qur'on. Demek Kur'an o kadar öz kıymetlik, o kadar öz qadr qimmatli shunday bir kitobki, insonniki her ishida ma ishni ma darajaga olib borsang bu gunoh bo'ladi, ma ishni ma darajaga, ma o'lchamga olib borsang u savob bo'ladi deb insonga yo'l ko'rsatgan shunday bir nihoyat qimmatli bir kitob ekanligini bayon qildi. Bo'lmasa har kecha o'zi 365 kunning ichida 365 kecha bo'ladi. Ama onu hech qanday hech birisi yan birisidan farqli bir narsa yo'q. Ammo farqli narsa nima degan vaqtda u kechini ulug' qilgan narsa Qur'on degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan kitobning o'zini tushungan kecha o'g'ashqa u kechadagi ulug' narsa kecha bo'lmasdan Qur'on ekanligini tushunib olishimiz lozim. Tenezzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr deganning o'zi shu kechada malaiklar, ruhlar Rabbiniki izni bilan emirlarni olib tushadi. Emir deganning o'zi nima degan vaqtida Qur'oni Karimning ichidagi buyruqlar, ani qilinglar, mani qilmanglar, mani qilsanglar gunoh bo'ladi, ani qilsanglar savob bo'ladi degan o'zi buyruqlarni olib tushadi deganning o'zi, ya'ni olib tushishga boshlagan bir kecha. Yani Kur'an-ı Kerim tushishga boshlagan bir kecha. Salamun hiya hatta matla'il fajr deganning o'zi hamda bu bir tilak, orzu hamma odamga, balki bizda bir yaxshi bir ish bo'lsa, muborak bo'lsin degandek bir so'zni ko'rsatdi. Tong otqichlik shundoq o'zi insonlarga nihoyatda yaxshi bir kitob tushganligi uchun muborak bo'lsin degan bir so'z hamdi. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtida biz Ramazon oyi ulug' oy deydigan bundaq bir o'zi so'zlar nihoyat ko'p. Ramazon oyi ulug' oy emas, Qur'oni Karimni ko'rsatish bo'yicha Ramazonda qilingan ibodat, ya'ni Ramazon qilingan o'zi Allohniki buyrug'iniki ijroati ulug' degan gap. Ya'ni bu yerga Allohning buyrug'i nima degan vaqtida Kutiba alaykumus siyam. Sizlarga ro'za tutish farz qilindi degandan keyin shu farz bo'lgan ro'zani tutish bu Allohning buyrug'ini ijro qilganlik bo'ladi. Allohning buyrug'i bu yerdagi narsa nima desa ulug' narsa bu. Ya'ni Ramazon oyi bo'lmasdan Ramazon oyida ijro qilingan Allohning buyrug'i ulug'. Ya'ni qadr kechasida qadr kechasi emas ulug' narsa, qadr kechasida tushirilgan nima? Qur'oni Karim. İnsanlara yetakchi bo'lgan Qur'oni Karimniki ulug'lig'ining o'zini bayon qildi. Yana Ramazon yuqoriga o'xshash, yuqori deyilgandek, uniki tutish orliq, ya'ni kun nimqondan boshlab, tong otgandan boshlab kun o'ltirg'uchilik orliqda ro'za tutgan odamlar musofir bo'lmasligi, og'riq bo'lmasligi lozimligi bayon qilindi. Agar o'zi saq salomat turib tutmagan bo'lsa, uning jazo o'tash yuqorida so'zlanib o'tdi. Ayollar masalasini so'zlanib o'tdi. Ayollar normal ahvolda yana odat kelgan bo'lsa, o'sha Ramazon oyida u vaqtda o'zi og'riq his qilmasa, ya'ni 5 qaydigan darajada bundaq holat bo'lmasa, ro'za tutish kerak. Chunki buning uniki hayzi hech qanday to'sqinlik bo'lmaydi. Endi bu an'anaviy islomdachu, an'anaviy islomda ro'za haqida nimalar bor degan vaqtida, ya'ni mana oxirsida Payg'ambar alayhissalomning zamonasidami bu ro'za u qadar gavdalantirilib, bu ro'za kirdi. Ham bu degan 12 oyning sultoni. Bu oy degan mandaq qilish kerak, andaq qilish kerak deb balki show yapgan mundaq ishlar aslo mavjud bo'lmagan. Tarixda shu
tarix tabiri deymiz, nurun tarix va İbn İshaq oyunda tarixini köse, hiç kandak şu nemlik Peygamber Aleyhisselam'ın zamanlarında ve sahabeların zamanlarında bunda bir işler olmagan. Nima uchun degan vaqtda bu ro'zani namozga o'xshash bir ibodat deb lekin tushungan. Faqatla ro'za oyida, ro'za kirgan, Ramazon kirgan oyning o'zida shu ro'za tutishdan iborat bir ibodatni o'zini ortiq qilishdan iborat bu ish ijro qilingan. Voy ro'zaga o'z tayyorlik qilamiz. Voy ro'zada iftor beramiz. Voy ro'za deganning o'zi Qur'on o'qiymiz. Ro'za nafl namoz o'qiymiz, tarovih o'qiymiz, zikr tasbihni jiq aytamiz. Deydigan kirjush yaqinmagan ish bir zaman. Zikr tasbih aytish, u xayr ihson qilish ishlaringizni hammasini her doim, ya'ni insonlarning gardida bo'lgan bir ish bo'lganligi uchun har doim bir g'ayr musofirni ko'rgan vaqtda xayr ihson qiladigan Alloh taoloning zikr tasbih degandan, ya'ni Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi o'z buyruqlarini davomli esda saqlash ishlarida aktiv bo'lgan Peygamber Aleyhisselam zamanlarida. Ama Peygamber Aleyhisselam'dan keyin, yani 100 yıl yoki 70-80 yıl şu Umeyye sulalalarının ahirki vaqtlarda uydurulgan şu rivayetlerin sebebinden bu nimalda ro'zda taravih o'qish odatda. Qur'oni Karim taravih o'qish haqida hech qanday rivoyat yo'q. Peygamber Aleyhisselam zamonida asla taravih o'qimagan Peygamber Aleyhisselam. Ebu Bekir'in zamanında o'qimagan, ama Umar'ın zamanında kelgan chaqda Umar mushu taravih o'qishga bir odamni imom qilib, mushuning o'zini yo'l qo'ygan degan shunday bir rivoyat bor. Ham bu Umarga o'xshash Allah'ın diniga o kadar bağlangan bir insonning o'zi Allah farz qilmagan, Allah buyurmagan bir ishning o'zini qilganlikqa hech kim ishonmaydi. Demek ki bu yerdeki mesele neymi degan vaqtda shu sahobalarga qarshi turib, bu dinning o'zini ilm dini, adalet dini, baraberlik dinining o'zini apirib, ibodat diniga aylantirgan misol. Aylantirish uchun buning o'zida ro'zni maqtash, ro'za tutgan odamlarniki o'tli jannat kiradiganligi hattoki shunday bir rivoyatlar bor. Estomuli ve ana acizi bihi dediğin bir rivayet var. Roza mening uchun tutildi, uniki o'z ecrisini faqatla melli verme. Hem qolganlarnikini hem taxun sen berib qo'y, sen berib qo'y deb Alloh taolo boshqadan buyruq qo'yib, rozaga kelgan chaqda yuz berilgan bunday bir qoida bor deb, shunday bir rivoyatlar bor. Bu nihoyat xato hem uydurma bir rivoyatlar. Ondan keyin ro'zada Araplarniki bir qism odatlari, bir qism o'zi ibodatni gavdalantirish uchun bir qism odatlari o'zi kirib kelgan. Masalan, tamoq, xurmo yeyish, zamzam suvi ichishga o'xshash shunday narsalar hammasi ro'zniki bir ro'za tutgan odamlar zamzam bilan xurmo bilan iftor qilsa savob bo'lganligi, boshlangan iftor qilishning sunnat ekanligi to'g'riliq shunday rivoyatlar to'qib chiqqan. Bularning hammasi nima degan vaqtda Arablarniki shu xurmosini sotolmagan xurmolarning o'zini pul qilish uchun to'qgan bir rivoyatlardi. Arablarga pul tep berish uchun qilgan narsalar. Hozir men Londonda 1 litr zamzamning o'zini 5 sterlindan sotadi. Shu turklar 5 litrdan ashta qashlab qo'yiqliq. Ramazon bo'yicha mushni ichang deb qilgan narsalar. Ashning o'zini hamda 5 litrning o'zini 25 sterlindan setqiliq. U zamzam suyimi yoki boshqa narsani uni bilmaymiz. Garchi zamzam bo'lgan taqdirdami? Buniki boshqa suvlardan hech qanday o'z farqi yo'q. Alloh taolo zamzamning o'zini alayda yaratdim. Ashning o'zida Ramazonda iftor qilsanglar savob jiq bo'ldi degan yoki Peygamber Aleyhisselam'daki shunday o'z qilganlik to'g'riliq hech qanday bir o'zi nimasi yo'q. Rivoyat mi yo'q. Chunki Peygamber Aleyhisselam Makkadan Madinaga 10 yil yashash jarayonida zamzamni akilanma Ramazonda zamzam ichaydi degan bir yer yo'q. Yoki Peygamber Aleyhisselam Makkani fath qilgan vaqtida zamzamni elib olayli, Madinaga bo'lgan chaqda shu Ramazonda iftorda ichamiz deb evagan to'g'riliq hech qanday bir rivoyat yo'q.
Peygamber Aleyhisselam etrafındaki meyvelerini, etrafındaki suların hemmisini okşaş hesablagan, hemmisi Allah Teala yaratkan su, hemmisi Allah Teala yaratkan meyveler, onun hiç birisi yani birisinin yukarı tövelligi yok degan qatarda emel qilib kelgan. Shuning uchun bu yerda o'zimizga jafo silib, o qimmat narsalarni elib bir qism iqtisod qilayotgan insonlarimiz bor. O narsani elib, o jafo tortganni o'rniga vatanimizdan chiqirga bemanchi jigitlarni chiqib qo'yib, Turkiyaning o'zida shu jigitlarni olib qo'yib, shu jigitlarni nima qilsak, ittifoq qilsakmi, nihoyat yaxshi bo'ladi. Chunki o'zimizning vatandan chiqqan narsalar bo'lgandan keyin uni ham go'zal bo'ldi. Yana boy deganga o'xshash bu tarovih namoz. Ya'ni har o'zi oqshimi bizda 20 rakat tarovih namozi o'qish deydigan bir narsalar bor. Chunki 20 rakatning o'zida har rakatda bir bet Qur'on o'qib, 20 rakatda bir par Qur'on o'qishni maqsad qilib uchun shunday o'rinlashtirgan bir ish. Shuni o'zini odatga aylantirib olgan. Ammo bu aslo Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabelerinin zamanında, yani Ebu Bekir'lerinki zamanında boğan emas. Umar'ın zamanında boğan diyen gap mi? Hem mesela asas yok bir gaplarında. Onundakin bu ayda zakat vermek sevap boludu. Sadak fitrinin özünü kançı köp verse şunca sevap boludu deyilgan narsalarni sevaplı bazarga sep turup zakat çıkargan işler var. Bunu hazırkı vaqtida mollalarniki o'miz keldi deymiz. O'murdigan vaqti, shu vaqtda nihoyat jiq odamlarning sadaqa fitrlarini elib, zakotlarni yig'ib, uningdan o'zi bir yil yeydigan narsalarni yig'ib oladi mollalar. Bu zakotning o'zini davlatniki o'zi bir yerda ishlayotgan yoki har qanday bir ishni ishlayotgan insonlar nima bergan bo'lsa, shu davlatga boj bergan bo'lsa, zakot berishga hech qanday hojat yo'q. Yani zakat, İslam'da gösteren zakat hazırlık zamandaki baş hesaplandı. O devlet, kandak bir devlet oluştu katınızlar. Kandak bir tüzümdeki devlet oluştu katınızlar. Onun biz başını töredikemiz o vaxtda yani ayrım zakat verişki hiç kandak hacet yok. O mollanınki zakat ayrım, baş ayrım, zakat ayrım diyen gibi hemmesi asas yok gepler. Peygamber Aleyhisselam zamanında devletke zakatni yıqqandan keyin yana qolgan mollaning o'zini bu zakat degan ayrım yig'iladi. Sizlar ayrım yig'ibinglar degan to'g'riliq hech qanday o'zi yo'l qo'ygan emas. Payg'ambar alayhisalom hokimiyat 5 yil bo'lgandan keyin butun zakatni yig'ib, hukumatniki ishlarga ishlatgan, faqirlarniki masalan ota-onasi yo'q yetim bolalarga yoki to'lqutullarga yordam beradigan, davlatniki ma'murlarga yordam beradigan nimalqi maoshini beradigan shunday ishlarni o'ziga ishlatgan. Yani hozirmi shu bojni o'zida bojni hukumat shunday yechildi. Yani hukumatniki doktorxona deymiz, maktab deymiz, yo'l deymiz, misol harbiy o'rinlar deymiz. Undan keyin o'zi ma'mur xodimlarga maosh qilib shu nimadan bojdan berdi. Bo'lmasa u davlat o'rtirolmaydi. Shuning uchun davlatga boj bergan odamlarga zakot berishga hech qanday hojat yo'q. Hem de baş veremedik derecede olsa o vaxtda o zakat baş vermesin boludu hükümet onu başlık götürüp atkandı demek ki zakat gelmeydiği adamı diyen gibi bu. Zakat özünü aşka vaxtda verildiğin narsa. Şoňa bir kısım öz menfaatini çoğaltıp bu aylarda zakat versin ait katlık sevap bolduğanlygyny bazarga sep turup kişilerin pul yığıp atkan adamlarga aldanmaslyk lazım. Onundan keyin Ramazan ayında kılıngan ibadetler, meyli zakat olsun, sadaqa fitr olsun, namaz olsun, zikir tesbih olsun, bular naati muş ayda kılganlygy üçün naati köp sevap boludu. Dep kişiler bundaq özü bu geplerni naati jiq qılıp hazır torlarda yığıp ketdi bu. Bunun özü hiç qanday asası yok yani. Qanday ayda bolsun 12 ayının özü hemmisi Allah Taala'nınki eyi, Allah Taala özü kainatqa bekitken aylar.
Ama o aylarning ichida bu alomat o'zi ulug' oy, bu ulug' oy emas deb qarash, o aylarning ichida farq paydo qilish va Allohning oylariniki Allohning oylariniki ulug' va ulug' emas oylarga bo'lish Allohning oylarini bundaq nimaga keltirdi. Uning uchun bu yerda bütün aylar hammasi Allohning oyi, Alloh yaratgan oy. Hiç bir ay yan bir aydan ulug' yoki bir ay yan bir aydan töven bundaq narsa yo'q. Har qanday ayda xolis niyatimiz bilan kishilarga sadaq ihson qilsak yoki bo'lmaydi o'zimizniki zikr tasbihlarning o'zini namozlarimizni o'qisak o'xshash savob bo'laverdi. Yana biri mush oylarda yana o'zi umr haj qilgan ishlarni aytib ko'p bizda. Yani herhangi bir kısa o rozun aşağı tutup şu Kabe'nin etrafında namaz okup zikir tesbih etse cık sevap bulduğu hakkında nurgulluğa rivayetler, nurgulluğa hikayeler mevcut. Bunun hiç kandak asası yok. Çünkü namazını meyli özü Saudi Arabistan'ın kandak yerde okusun, Mekke'nin içinde okusun, Kabe'nin içinde okusun hiç kandak farkı yok. Peygamber Aleyhisselam mescide okundu, Kabe'nin içinde okundu, sırtı okuşu ayrılıp kalsın. Ya ki Amerika'da okundu, Avrupa'da okundu. 2 rekat namazın sevabı Allah'ın nezarında 2 rekat namazı verildiğin sevap verildi. Asla özü falan yerde okupsa da oturup onunla artık sevap verildiğin bir kaide yok Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Kur'an'da فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerreçilik yaxşı işini kılgan bolsa, onunki sevabını şunu layık halette kördü o insan. Yani zerreçilik yaxşılıkның özünde Kabe'de yoki Mekke'de kılsa, onun cık sevap verme. Başka yerde kılsa, kichkina sevap verme degan to'g'riliq Qur'onda hech qanday bir ibora yo'q. Shuning uchun Allohga hech qanday bir ziminniki farqi yo'q. Yani Arabning tuprog'i nihoyat ulug', boshqa tuproqlar ikkinchi qo'l bundaq bir tuproq mavjud emas. Hammasi Allohning nazarida o'xshash hisoblanadi. Aslo o'zi bir-biridan farqi yo'q. Shuning uchun bu yerda ularniki gapiga oldinish hech qanday hojat yo'q. Qur'oni Karimda undaq farq aslo mavjud emas. Uni inson kichkina aqli o'sha joydagi insonlarmi uni tasavvur qila oladi. Xo'sh. Iliqi 30 kun ro'za tutib, men yangi musulmon bo'lgan vaqtimda shuning bilan bizning shu sanoat institutining qishida bir masjid bo'pti. Keyin bosh binoga sep ketdi. Nefshoyanning oldida. Şey baksam shu deganda menga bu 30 kun Ramazon bu tutgan ro'zimiz, kunlik tutgan ro'zimiz. Nihoyat yaxshi ibodat. Agar biz shu taravihni o'qimasak, shu ibodatimiz bu iliqi taravih xuddi tutgan ro'zimizni qushning ikki qanoti o'xshash, kaptanning qanoti o'xshash nima qilib, uni Allohga erishga chiqdi debchi. Agar shuni o'qimasak, shu taravihni chiqqanmaydi degan shu gapni qilgandi. Yomon ta'sir qilgandida gap. Voy, bu yaxshi kelishdi. Asli yo'q bir narsada hech bir zurriyati yo'q. O kaptan uçup chiqmasmi, o qanot olmasmi? Allah biladi-ku bizni nima qilayotganimizni. Biz Endi bu o'chaqda qo'limiz ishlamaydi ekan-da. Ya yangi musulmon bo'lgandan keyin tamoman hamma narsa yangi tuyulib, ishlatib ketganda shu dogmalarcha. to'g'ri. Allah'ni bilmaganligimizning bir nimasi-da bu yaxshi tushunganligimizning. Albatta. Biz dinni shu Qur'onning o'zidan o'rganmay, shu mollaning og'zidan o'rgangan bo'lg'achqa, u mollalar nima qarab deydi desa, molla arablarniki hikoya cho'chaklarga. Unda desak, nurg'un odamlar uni o'zi bu hikoya cho'chak deyapti deydi. Amaliyat shundoq. Chunki shu kitobni yozgan olimlar Imom Buxoriy, Imom Muslim, ashlarning hammasi nima degan deya vaqtida
Ravoyat deb yozgan. Bizniki molla hadis deydi. Bu yerdeki haddesena degani so'zlab berdi bizga degan ma'noni bildirdi. Bizga bundoq so'zlab berdi, falanaxun degan gapni bildirdi. Ammo u hadis emas. Olim nima deydi u yerda desa, shu Imom Buxoriy Ravahul Buxoriy deydi. Ya'ni u ravoyat degan gap bu yerdagi narsa. Demak, shu ravoyat degandan bizda roman degan ma'noni bildirdi mana shu vaqtda. Roman, hikoya. Hech qanday tegi yo'q, asossiz bir narsa degan gap. Mana ashundaq bir narsalarni o'zini so'zlab, bizga uni din degandan keyin, ashuni endi biz yangi shu islomni tunishgan vaqtda ashundaq narsalarga oldidan gap endi. Namoz o'qisak, u namozni maxsus Alloh taoloniki etmagan bir ashundaq kapta qo'sh bismillari bor. Ashga to'shuydigan. Bo'lmasa Alloh taolo u namoz o'qigan odamni bilmaydigan, ashundaq bir narsalar. U vaqtda savol qo'yishma odam kallasiga kelmaydi. Alloh taolo o narsa apamısımı Allah onu bildiği demiş konu o bir narsa toşuydu ki degan narsa kallamiz kelmaydi o vaqtda. Keyin o'ylasak, o aqlga hech qachon sig'maydigan bir narsa endi. Ashtaq narsalar odam aldaydi-da bular. To'g'ri. Ondan keyin mush sadaqa fitrini bermasa, roza mush osmon bilan yana orlig'ida shu muallaq turib qoladi. Narsaga o'rlayolmaydi. Taki sadaqa fitrini bergandan keyin narsaga mangadi. Demek o pulni aş molluğu tölemegen kadar o nima? O roza Allah'a yetmeydigan gap. Aşıda holatda nim qiladi-da. Hem bu yerdeki sadiq fitrdan qo'saq o'zi ro'zqa vaqt qo'saq ochidi, ochgandan namratlarniki bir qismi masalan yerim osh yurgan insonlar mavjud dunyoda. Bundaq odamlar esimiz keladi. Hem bundaq vaqtida xolisan niyat bilan undaq odamlarga yordam qilsak savob bo'ladi albatta. Ammo bu yordamni faqatla shu Ramazon oyiga xoslashtirib olish va Ramazon oyidan boshqa oylarda o xayr ihson va hokazoning o'zini qilmaslik bu butunlay xato. Chunki o g'ayr musofirlarniki o iqtisod bo'lgan ehtiyoji qachon bo'lsa, shu vaqtda uning berish vazifa bo'ldi pul odamlarga. Shuning uchun halqi zakotni, sadaqa fitrini, zakotni zaten bu nima hukumat bosh qatorida oladi. Ham sadaqa ihsonning o'zi xolisani 5 koy, 10 koy yoki 2 koy undaq o'zi yordam qiladigan ishlarning o'zini o vaqtda Ramazonni kutib turmasdan shu ehtiyoji bor odamni ko'rgan hamon bersak bo'laverdi. Ya'ni faqatla bu Ramazon oyini shuning o'zi sadaqa qiladigan oy qilib bekitib olmasligimiz lozim. Yana biri o'ch adovatni o'z juydigan oy deb o'zi insonlar mush oyning o'zida voy assalomu alaykum hech bir zaman salom qilmaydigan odamlar assalomu alaykum voy Ramazonlar muborak bo'lsin. Voy ko'k deb orliqda o'ch adovat bo'lib qolgan bo'lsa juyilib ketsin deb o'tirib shu ayndaq salom avatib shunday qiladi endi. O salomni davomli o'z salom qilish dunyoda yaxshi o'tish Alloh taoloning insonlarga o'zi buyurgan bir buyrug'i. Ammo Ramazon kelgancha o'ch adovatni juvatib, qolgan 11 oyda adovat tutish degan gap o'zi Qur'oni Karimda mavjud emas. Davomli adovat tutmaslik, birisini do'st birodar bo'lib o'tish bu o'zi Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qur'oni Karimda faiza huyitum fahayyu bimisliha ahsan minha shunday bir oyat bor endi. O nimaga bo'ldisa, sizga salom qilingan vaqtda uning o'qishini yoki uning yaxshiroqini qaytaringlar deydi. O nima degan gap desa, u yerda salomni Qur'on tahiyya kalimasi bilan ifodalaydi. Tahiyya degan nima degan vaqtda tirildirish degan ma'noni bildirdi. Tirildirish degani insonlikni tirildirish, insonlik munosabatini, insonlar o'zaro oraliqdagi munosabatni tirildirish, yaxshi o'tishni tirildirish, uning nurg'un tirildirgan taraflari bor. Birisiga salom qilgandan keyin zaten insonlar assalomu alaykum yaxshimisiz degandan keyin o'zi yaxshimisiz deydi. Degandan keyin shu orqali insonlar bir-biridan tonish bilish bo'lib, oraliqda o'zi bo'lgan bir qism ishlar bo'lsa, uning o'zini tashlaydigan bundaq ishlar bo'ldi. Shuning uchun bu o'ch adovatni juydigan oy qilib olmaslik lozim. O'ch adovatni davomli o'zi har qanday vaqtda o'ch adovat paydo bo'lib qolgan bo'lsa do'st birodarning oralığında
o'sha da'vatning o'zini tugutish shu vaqtning o'zida bu yaxshi bir ish. Ammo uni Ramazonga saqlab turmaslik lozim. Allah razı olsun. Taravih o to'g'riliq to'xtalib o'tdik. Boshqa Ahmadjon kelgan savoli bormi? YouTube'ning inkosroyini. Sizlar bir o'qitalyapsan ya men yerdan kiramayapman nimaga-chu? To'xtab turinglar. Sizning YouTube kanaldimikan u? O'qinglar. Oladi. Yani cezasını ötegen bo'ldi. Bo'ladi, ammo Qur'onning o'zi degani nima degan vaqtda, agar sizlar u ro'zniki ahamiyatini bilsanglar, uni ro'zni tutquninglar yaxshi deydi. Va an tasumu lakum nima va an tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun deydi. Agar uniki ro'zning ahamiyatini bilsanglar, uni ro'zni tutquninglar sizlar uchun yaxshi bo'ldi. Ammo amalning bo'yicha ro'za tutinglar degan gap. Agar tutmagan bo'lsanglar, u vaqtda imkoning turqligini tutmagan bo'lsanglar, u vaqtda har kunlik tutmagan o'z ro'za uchun bir miskinlik bir vaqt tamog'ini bersanglar bo'ladi deydi. Uni bersam yana o'xshash bo'ldi degan gap. U vaqtda yana yo'q bir vaqtlik. Bir kunlik dedimmi? Kunligiga, har kuniga Bir bir vaqt. vaqtlik, bir vaqt tamog'i yana 3 vaqt tamoq sal qimmat to'xtab keladi. Voy, bir kun nima xato. Unda hech qanday Qur'oni Karimda undaq bir narsa yo'q. Qur'on o ibodatga darja bekitish yoki oyga darja bekitish tamoman o'zi Qur'oni Karim cheklangan. Uning uchun u oyning hammasi o'xshash bir oy. Beshidagi ro'zim o'xshash, o'ttirdagi o'xshash, oxirgi o'xshash. Ammo halqi ma rivoyatdek 20 kundan boshlab qadr kechasini izlab qilishga hech qanday hojat yo'q. Qadr kechasini izlashga hech qanday hojat yo'q yana. Chunki qadr deganing o'zi nar degan vaqtda hozirgi vaqtda bizning qo'limizda. Payg'ambar alayhissalom zamonasida yangi tushayotgan bu Qur'on u vaqtda u Qur'on tushgan kecha deb uni belgilagan bo'lsa, hozir qadr degan nima desa, insonning qadrini belgilaydigan bir kitob degan gap. O kitob Qur'oni Karim, o Qur'on bizning qo'limizda har bir musulmonning qo'lida bor zaten. Demak, osh kitob tushganligi uchun Allohga rahmat aytish yuzasidan o'zi ro'z tutilganligi bir sababi, ikkinchi bir sababi burun tortib ummatlarga farz qilinganda sizlarga farz qilindi shu qatorda. Shuning uchun sizlar ro'za tuting deb uni sababni Alloh taolo ikki sababga muqimlagan. Shuning uchun o'zi oyning ichida 5'ida tutsak manchilik savob bo'ldi, o'ttirda manchilik, oxirida manchilik deyishga hech qanday hojat yo'q. Bu yerdagi rahmat nima degan vaqtda Qur'onni ko'pincha yerda Qur'onning o'zida rahmat deb bayon qildi. İnsanlarga eberilgan rahmat deb. O nima degan vaqtda insonni Allohning marhamatiga erishtirgan bir kitob degan gap endi. Shuning uchun bu yerdagi bizga qimmatli bo'lgan narsa u kecha emas, kecha tushgan Qur'on ekanligi, o nima Ramazon oyi ulug' emas, Ramazonda ijro qilingan Allohning buyrug'ining ulug' ekanligi bu yerda tasvirlanyapti. Ya'ni biz o kechani ulug'lashniki, o Ramazon oyini ulug'lash emas, Ramazon oyida qilinglar deb o'zi bizga tushirilgan buyruqni qadr qimmatini bilishimiz shu Ramazon oyida tushga boshlab shu vaqt tushgan Qur'oni Karimni qadrlashimizniki nihoyat muhimligini o'zini ko'rsatib qo'yadi oyatlar.
Hmm. Endi bu sohada bir to'xtalish kerak edi. O'sha qisqa qilib nima qilayli. Jiq odamlar "Va ma arsalnak illa rahmatan lil alamin" degan oyatning o'zini butun olamga sizni payg'ambar qildik degan bo'ldi deb tushunadi. Endi butun olamga nima rahmat qilganligi bu bir haqiqat, chunki payg'ambarni u yerdagi yana maqsad qilingan narsa payg'ambar emas, payg'ambarga berilgan kitob Qur'on ekanligi nihoyat aniq bayon deb o'tdik. Qur'onning jiq yerlarida uni rahmat deb bayon qiladi. Chunki insonlarni Allohning marhamatiga erishtirgan narsa Qur'on. Payg'ambar alayhissalomni ham Allohning marhamatiga erishtirgan shu o'z vaqtida narsa nima desa Qur'onni. Ya'ni Qur'onda jiqiyati bor bu. Sen o'zi qalbing qattiq, shunday bo'lgan bo'lsa, atrofingdagi insonlar sana yaqinlashmagan bo'ladi. Sen Allohning rahmati bilan o insonlarning o'zini atrofingga to'pma deydi. Yani Allohning rahmati nima? Qur'on. Yani Qur'on orqali sen o insonlarning atrofingga to'plading degan gap. Payg'ambar alayhissalomniki payg'ambarlik jarayonlarining o'zini jiq odamlar butun olamga payg'ambar deydi, ammo butun olamga payg'ambar bo'lmagan payg'ambar alayhissalom zaten Qur'ondami hech bir zaman ota bobolari ogohlantirilmagan bir qavmga eberildi nimasini payg'ambar qilib eberdi deb Qur'onda shunday bir oyat bor. Yana payg'ambar alayhissalomning amaliyot qilgan payg'ambarlik qilgan yerimi ham aniq Makka Madinaning atrofi. Eğer o Peygamber Aleyhisselam'a bütün dünyaya peygamberlik kılışın gerek dep şu vaqtda oşundaq bir vazife düşken bolsa, demek ki Peygamber Aleyhisselam özünün vazifesini ada kılamagan bir adam bolup çıkıdı vaqtda. Peygamber Aleyhisselam Avrupaga kelish gerek, şu buyruq asasen Afrikaga berish gerek, Amerika, Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika bizning vatanligi hamma yerga berib shu yerga o'zi yetkazadigan yetkazib bo'lib, andaki o'lish kerak. Peygamber Aleyhisselam Mekke, Medine, Taif şu etrafta mesela peygamber buluştan burun Suriye'ye şu vaqtda Yemen'e ticaret bağın bolsa peygamber bo'lgandan keyin u yerga boramagan peygamber Aleyhisselam. Demek aşı peygamber Aleyhisselam Arapning peygamberi dese nurgun adamlar aşınaga nayet kapıp geldi. Arapki peygamberlik qilgan rast. Hem Kur'an bütün insaniyetga tushgan bir kitap ekanligi bu rast. Bu ikkisiniki farqini ajratib kerak insonlar. O yerdeki Peygamber Aleyhisselam'ın takip yetmeydiğin bir işe Peygamber Aleyhisselam'ın zorluğunda kılıp bütün insaniyetke o peygamberlik vazifesi için düşken dep andaki elki bütün aşı Peygamber Aleyhisselam kılan işlerin hemmesine elki ama o bir hikaye var Peygamber Aleyhisselam hakkı tokulgan rivayetler. Aşı hikayenin özüne ekin bütün dünyaya nizam kılıp bütün dünyaya ülke kılıp gösteren bunda bir ehvallar var. Bu nayet hata bir narsa. Peygamber Aleyhisselam Arap yerim arıldı. Araplardaki peygamberlik kıgalı için şu Araplardaki meselelerni hal kılgan, Arapların örf adetdeki, medeniyetdeki ve şu yerde bo'lgan ictimai siyasi meselelerni hal kılgan. Demek şu o Peygamber Aleyhisselam'daki hal kılgan meseleler, hal kılış jarayonlari fakat Araplarga xos bo'lgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Peygamberlik şu vaqt qilgan ishining o'zini, yegan tamoqlari hamma narsaning o'zini boshqa davlatlarga, masalan Osiyo, Afrika yoki bo'lmaydi, Amerikadagi yerga ko'chirib olib yashash o tamoman mumkin emas bir narsa. Chunki u yerdagi narsalar, o Makka Madinada yo'q narsalar bor u yerda. U narsani yeydigan gap, u yerda yashash ayrim. Misol. Shuning uchun bu yerdagi Peygamberlik bütün dünyaya rahmet qilib ebadi degan so'zniki ma'nosini yaxshi tushunish kerakki, bu yerdagi narsa nimasi? Payg'ambarga ebirilgan narsa bor u yerda. Ebirilgan narsa nima? Qur'on. Qur'on zaten Qur'onning o'zi deydi rahmat deb. İnsoniyatning hammasini Allohning marhamatiga agar shu Qur'on ko'rsatgan yo'l mangsa Allohning marhamatiga erishtirgan bir kitob ekanligini bayon qildi. Demek bu rahmet ekanligi bu yerda aniq. Ammo payg'ambarni bütün dünyaya peygamber qilib ko'rsatishning o'zi bu bir xato tushuncha. Çünkü tarixni o'qisimi zaten o Arap yerim arali bo'lib Saudiya Arabistonidan sirtqa chiqqan emasda, Saudiya Arabistondan ham yer emas.
azraqlı bir yerde yaşayan adam. Onun özü bütün dünyaya bağlı kılıp, bütün dünyadaki insanlarınki özü hazırki cemiyetiga bir cevap bergen kılıp, bundaq köz tutuşning özü nahayat hata bir narsa. Şuning uchun biz Peygamber Aleyhisselam'daki bir kısım iş izlerinin özüne Resul Nebi hakkında to'xtalgan vaqtida nurg'un narsalarni qildik. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki iş hareketlerini bütün dünyaya örnek kılış hazır vaqtda doğru kelmaydi. Çünkü o zamandaki işler şu zamandaki meselelerni hal qilgan, o zamandaki meselelerni hal qilgan bir narsaning o'zini hozirgi zamonga tatbiqlash o to'g'ri kelmaydi. Ishni ishga tatbiqlash to'g'ri kelmaydi. Xuddi misol Turkiyani misolga olsak, Mustafa Kemal'in zamonida bir siyosatni Mustafa Kemal şu zamandaki amaliy ahvolga, davlatning ichki tashqi vaziyatiga qarata bir siyosatni o'ynagan bo'lsa, hem hozirgi zaman Tayyip Erdoğan şu burunqi 100 yıl burunqi şu nim bo'yicha siyosatni ashtaq qilish kerak desa, Tayyip Erdoğan qanday to'g'ri keldi misol. Davlatniki anayasa deydi Türkiye'de. Davlatniki qonuni o'zgarmaydi. Qanunniki şu prinsip o'zgarmaydi. Şu prinsip bo'yicha davlatning manfaatini, davlatniki tinchligini asos qilgan holatda siyosatni ayndaq Mustafa Kemal shundaq ep bo'lgan ve Tayyip Erdoğan mana shundaq ep ketyapti. Ammo ikkisi siyosati o'xshashmaydi. Nima uchun desa, zamon o'xshashmaydi. Ammo davlatniki manfaati, davlatning tinchligi degan prinsip o'zgargani yo'q. Xuddi shunga o'xshash payg'ambarniki zamondagi bo'lgan ishlarni hozirgi zamonga ko'chirib akilib, shundoq qilsa, deb Turkiyada Zeytinburnu'da bir kısım qarindoshlarimizni ko'rganman. Hastayınıp olgan 18-20 yoshlik bolalar hastayınıp o'zini japanni kiyib shundoq yurganligini yozib vaqtliga ta'lib yurganligini ko'rgan. Bu ilqi zamon o'tib ketgan bir narsalarning o'zini hozirgi zamonga tatbiqlash yoki hozirgi zamonni burungi zamonga qaytirish bu nihoyatda xato bir narsa. Shunga o Qur'ondagi mesela islomni biz nima deb tushundik degan vaqtda islomni tuzum, mesela sosyalizm, kapitalizm yoki deganga o'xshash yoki loyihlik deganga o'xshash bir tuzum ekanligini biz burun tushuntirib o'tdik shu nimaning o'zidami. Qur'ondagi davlatchilik degan bobni tushuntirdik. Keyingi shu islom, iymon, shariat degan nima suhbatdimi uni bayon qildik. Demak bu davlatniki ya'ni nimasi o'zi tuzumi o'zgarmaydi. Ama onu icra qilish her zamanda şu zamandaki amaliy ahvol qarta icra qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam'a tushgan islom o bir tuzum. O tuzum dünyadagi hamma insonning o'zini baxt saodatga erishtiradigan va uniki adolatni va barobarlikni asos qiladigan bir tuzum endi. O tuzumni Peygamber Aleyhisselam o'z zamonida arablarning ichida qulluq jamiyatni qanday ijro qilgan. Hem hozircha desa hozir qulluq jamiyat yo'q. Qulluq jamiyat bo'lmagan bir zamanda, yani Peygamber Aleyhisselam zamonida qulluq jamiyatni yaratib, uni ijro qilamdik. Bu narsa tamamen to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselam'a tushirgan kitobniki butun olamga rahmat ekanligini bilishimiz lazım ve Peygamber Aleyhisselam'daki bütün insoniyatga, bütün dunyoga eberilgan bir peygamber emas, Arab yerim arlıda peygamberlik qilish uchun eberilgan bir peygamber ekanligini bunu bilishimiz lazım. Eğer undaq bo'lmasa, o peygamberniki taqat yetmagan ishga Alloh taolo buyurgan bo'ladiki, o peygamber o nurg'un ishlarni, yani %80%, 90% ishni qilolmagan bir peygamber bo'lib chiqdi yani. Mesela Mekke, Medine, Taif şu etraftaki bir o'zi hozirgi Iroqning tuprog'ichilik bir yerda payg'ambarlik qilgandayli. Saudiya Arabiston tuprog'i cho'ngda. Iroqning tuprog'ichilik bir 10-chilik kelamlikka men shunday bir yerda payg'ambarlik vazifasini ado qilgan. Ammo qog'oyatchi endi bizning vatanma hech qanday o'zi payg'ambar alayhisolamniki hech narsani ko'rgan emas. Xitoy deymiz mesela bizning sharq tarafimizga o'tsak, Malayziya, Indoneziya, o hozir dunyodagi 6 qit'aniki hech qaysi ko'rmagan misol. U yerga cho'digan vaqtda payg'ambar alayhisalom u yerga o payg'ambarni yetkazolmagandan keyin o'zining vazifasini ado qilolmagan bo'ldi vaqtida. Demak bu yerda u payg'ambarniki o'zining bo'yini oshgan bir ishqa insonlar zo'mizo tengib bu payg'ambarni u yerda zulm qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
amaliyotni chiqish qilishimiz lozim, tushunishdimi? Payg'ambar alayhissalom nerede payg'ambarlik qilgan degan vaqtda aniq amaliyot chiqadi. Qur'onchi degan vaqtda Qur'on bir dunyoviy bir nizom. Hozirgi vaqtda misol butun dunyoga yetib keldi endi. Ama hozirgi vaqtda butun dunyoga rahmat desak bo'ladi endi. Bo'lmasa u Umayya Abbosiya sulolasi zamonlaridan Amerika, Janubiy Shimol Amerika deymiz, Avstraliya deymiz, Afrikaning bir qism yerlari deymiz. Undaq yerga yetib bormagan vaqtda dunyoga rahmat bo'lib bo'lmagan Qur'on. Shuning uchun Qur'on shu rahmatan lil alamin degan asr butun dunyoga tushirgan bir kitob ekan. Ammo uni yetgan vaqti mandaqqa deb amaliy ahvolni mandaq tushunsak, uni nihoyat yaxshi tarjima qilamiz. Ko'zni yumib lekin butun dunyoga mandaq deb lekin turib olsak, yani biz qo'pay butun dunyoga vaqt yetmiz qanday qilsa desa vaqtdan keyin u o'zini mat qildigan gap. Çünkü bu payg'ambarni butun dunyoga rahmat deyish payg'ambarga tushirilgan kitobni maqsad qilganligini bilishimiz lozim. Ammo payg'ambarniki risolatni yetkazgan yeri butun dunyo emas, Arab yarim orli. Arab yarim orli bu Saudning bir qismi yani. Bunu ham bilishimiz lozim. Qur'onda zaten balki nima Makka va uning atrofidagi insonlarni ogohlantirish uchun biz sizni payg'ambar qildik degan bir oyat bor-ku. Demek aşı ayetlerini okuyan vaqtda o peygamberlik qilgan jarayon nima doiralari yana qaysi doirada payg'ambarlik qilgan aşı narsa aniq bo'ldi. Uni butun 7 qit'aga degan vaqtda, 6 qit'aga degan vaqtda o payg'ambar qanday buni ijro qilib bo'lgan bo'ldi? O'tganda bir birodarimiz shu yerda qildi. Qilgandan keyin buni shuna o'qigan bir odam munozirlashiman deb nima qildi, lekin u majbur burab nimaga bordi desalar, bular shu Qur'on bilan payg'ambarni ayirib etmoqchi ekan. Oxiri ayirdi. Oxiri kelib bularniki maqsad Qur'onni inkor qilish debchi. Gapni ta'tirlam tushundilar. Nurg'un ham diqqat qilsa, shu deyilgan gapni mesela Arablarga kelgan payg'ambar desa, buni nima deb tushundi desa, buni boshqalarga kelmagan. Ya'ni bu anavsmi payg'ambarni inkor qildi debchi. Anda tushundirdi boshqalarga. Hayron qoldim bunda. Shunga Undan keyin yana bir narsa bor. O'lqi payg'ambarniki Arab yarim orlida payg'ambarlik qilganligini nima qilib, undan keyin o'zi o payg'ambarga itoat qilish to'g'riliq bir gap borchu. Payg'ambarga itoat qilish kelgan vaqtda Qur'onda atiulloh va atiur rasul degan vaqtda o payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida mushu elchiga itoat qilinglar degan bo'lsa, elchi Allohniki risolatini Qur'ondan iborat risolatni yetkazayotgan bo'lg'achqa unga itoat qiling degan bo'lganligini tushunishimiz lozim. Ham hozirgi vaqtda degan vaqtda agar atiulloh va atiur rasul degan vaqtda biz qaysi rasulga itoat qilamiz? Oldimizda payg'ambar alayhissalom bormi? Misol. Yo'q. U vaqtda biz rasuldan biz nimani maqsad qilamiz u yerda degan vaqtda majburan berib risolatga taqildi bu narsa. Risolat nima desa Qur'on. Yani bu yerdeki narsa nima desa Allohga itoat qilinglar va risolatga itoat qilinglar emas, aytdik vaning o'zini biz nima deb tarjima qilishimiz kerak? Bayon deb bayon ma'nosini berishimiz kerak. Allohga itoat qilinglar, ya'ni Qur'onga itoat qilinglar. Yani risolatni iborat nima? Qur'on maqsad qilindi-ku. Risolatga itoat qilinglar. Yani bu yerdeki narsa nima degan vaqtda biz risolatni iborat Qur'onga itoat qilsak, nimaga itoat qilgan bo'lamiz shu vaqtda? Allohga itoat qilgan bo'lamiz. Yani bu yerda Alloh taolo shuni maqsad qilyapti. Yani nurg'un yerlarda biz Qur'on tarjima qilish usuli degan mavzuni to'xtalgan vaqtda mush vavniki shundaq nurg'un yerda bayon shaklini olganligi to'g'riliq nurg'un to'xtaldik. Demak, bu yer Allohga itoat qiling va rasulga yani risolat Qur'onga itoat qiling desa, ikki narsadek bundaq tushunildi. Bu yerda biz uni yaxshi tushungan vaqtda Allohga itoat qilinglar, ya'ni Qur'onga itoat qilinglar. Degan vaqtda hamma narsa aniq bo'ldi. Ya'ni Qur'onga itoat qilsak, Qur'on o'zi Allohning kitobi bo'lgandan keyin, ya'ni Allohga itoat qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bizniki tarjimalarda mana bu
Mehmet Salih Damollan deyimiz hazır nurgun tercümeli çıkarttı. Tercümelde o halkı vavniki etmeden başka hiç kandak ma'nisini anmagan ve depli eliklik şunu ol o yerdeki nesi hemiz kalaymakan çıkan. Şunun için bu yerde Arap'ın konu edebiyatını okuş, onundaki her nesniki nurgulgan ma'na ifadeleydiganligini, nurgulga ruhlu bağlılığının özünü bilişimiz lazım. İki nesni nima qilib Allohga itoat qiling, payg'ambarga itoat qiling degan bo'ldi, deydi. Payg'ambar alayhissalom zamonasida ma'qul, tamam. Payg'ambarga elchi bo'lgandan keyin elchilik nima Qur'onni yetkazayotgandan keyin u Qur'onni yetkazayotgan, ijro qilayotgan bir odamga itoat qilsak, tamam. Hozirgi vaqtda oldimizda payg'ambar bormi? Yo'q. Unda qolgandan keyin kimga payg'ambar bo'lmagandan keyin qaysi payg'ambarga itoat qilamiz biz? Demak, hozirgi zamonda risolat tamoman Qur'onga yotadi. Yani şu itaat ma'nosi kelgan, itoatdan keyin rasul kelimasi kelgan, ya'ni har qanaqada yani risolat maqsad qilindi. Buni mandaq tushunsak bo'ldi. Misol, bir tuzumni o'qigan odam buni tushunurchi? Misol, Karl Marks'daki 3 tane tuzum bor bu yerda yozgan. Sosyalizm, komünizm, kapitalizm degan 3 tane tuzum bor. O Karl Marx onun özünü bütün dünya qartib yozgan narsa. Mesela kapitalizm bo'lsin, kommunizm bo'lsin, sosyalizm bo'lsin, bütün dünya xalqi qarta yozgan narsa. Ama o nerede icra qilindi degan vaqtda ma'lum bir davlatlarda icra qilindi. Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Karim bütün insoniyatga tushirilgan bir kitob. Ama o'chi degan vaqtda u birinchi bosqichda nerede icra qilindi? Makka, Madina onun etrafida. Yani xuddi o'zi o Karl Marx'daki şu o'zi tuzuminin özüne, yani sosyalizm tuzuminin özüne Xitoy qabul qilib, Jungoda icra qilganga o'xshash, u o'zi payg'ambar alayhisalom tushgan vaqtda payg'ambar alayhisalom uni birinchi Makka Madina uning atrofida ijro qildi. Uni keyingi zamonda aslida o kitob nimaga tushirilgan desa, boya deganga o'xshash, Karl Marx kitobni butun dunyo xalqi mushu tuzum bo'yicha mansa aslida baxtli bo'ladi deb yozgan narsa o. Xuddi shunga o'xshash, mana nima desa, Qur'on desa bir tuzum bo'lgandan keyin islom. Buni butun insoniyat qarta tushirgan bir kitob, ammo bu ma'lum bir joyda ijro qilingan o'z vaqtida. Hem şu icra qilgan kishining o'zi payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida uning o'zini butun dunyoda ijro qilgan desak, butun dunyo nerede ijro qildi vaqtida? O qanday aql mantiq to'g'ri keldi? Amaliyat qanday to'g'ri keldi? Amaliyatga shunday saqla payg'ambar alayhissalom dunyoning nerede ijro qildi misol? Makka, Madina uning atrofidan boshqa, hatto hozir Suriyadaymiz, Iroqdaymiz, ashakni kelib boqmagan tursa. Bunu biz bunda tuzumni o'qigan odamlar biladi uni. Mesela hozirgi laif tuzumi deymiz, o'z vaqtida yozilgan vaqtda butun dunyo insonlari mush bo'yicha maqsa to'g'ri yo'lda maqan bo'lib deb yoziqliq, ammo uni bir qism davlatlar o'ziga tuzum qilib ishlatdiklar. Xuddi shunga o'xshash bir narsa. Islom degan bu tuzum, mana bir narsa endi. Bay men aş misal keltirgenim aşına yeterlik boldu. Çünkü Karl Marx aş kitapni yozgan vaqtida buni Londonda aş poyezdda ketib o'tib yurib, ishlab yurib yozgankan, mushu inglizcha yozgankanchi. Hem bu Karl Marx o vaqtda aşının özünü xuddi ingliz qilib yozgandeklar bir ish bo'ldi-da. Ammo uni Xitoylar ham ishlatdi, Sovet ittifoqi ham ishlatdi. Uni tarjima qilib, tilga tarjima qilib ishlatgandi. Misol, aş kitobni o'qigan vaqtda men shu nima sotsializm, kommunizm,
kapitalizm degan o'sha tuzumlarni jiq o'qigan vaqtning o'zida misol shu uyg'urcha tarjim qilinganida bir uyg'ur yozgandek aynaq tarjim qilishda kitobning o'zini. Hozirgi bizniki deyotganimiz nima degan vaqtda Qur'onni uyg'urcha bir Qur'on holatiga kelish lozim. Ya'ni shunday bir tarjim qilish kerakki, u Qur'ondan har qanday bir odam bu manda degan gapga deb foydalana oladigan holatda tarjim qilinishi lozim. Ya'ni hech bir zaman labzi tarjim qilinmasligi lozim Qur'onniki. Labzi bo'yicha tarjim qilmay, uning ma'nosi tarjim qilinishi lozim. Chunki bu tarixda o'tgan nurg'un payg'ambarlarga kitob tushgan, Qur'onda zaten bu nima? Bu soatdagi oyatlar Adem alayhissalom tortib, Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalom, Isa alayhissalom, payg'ambar alayhissalom tortib, ammo ash kitoblarni tasdiqlaydi, ma kitob deb Qur'onda bayon qilindi. Va Qur'on burun kitoblarni tasdiqlaydi deydi. Endi u yerdagi narsa nima desa, shu kitobni hozir men qo'limda Tavrat, Injil, Zaburlar bor. Ash kitobdagi narsani shunday akasa, aniki hozir tarjima söyleyen, ma Qur'onning tarjimasi nurg'un o'zi farqlar chiqadi. U vaqtda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda u Alloh taolo tushirgan narsa, u yerda tushirgan narsa ma'no. U labz emas u yerda. Masalan, Tavrat İbrani til tushgan bo'lsa, u İbrani til bo'yicha ashula o'zi tushunadigan shaklda bir tushgan kitob. Ham uni labzi kelma ashula tarjim qilgan vaqtda, arabcha tarjim qilgan vaqtda biz hozir uyg'urcha tarjim qilingan Qur'onga o'xshash aytib bir narsa chiqadigan gap. İnsanlar nurg'o'yan tushunmaydi. Uning uchun uniki ma'nosi nima arabcha payg'ambar alayhisalom ma'nosi tushganda vaqtida. Shuning u payg'ambar alayhisalom uning ma'nosini arabcha kishilarga anglatgan. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda arabning grammatikasi, bir narsani ifodalash usuli uyg'urlarnikiga o'xshamaydi. Nurg'u yerlari. Shu vaqtda biz u Qur'onni tarjim qilgan vaqtdami, uyg'urlarniki ifodalash usuliga asoslanib turib nima tarjim qilishimiz lozim. Shu vaqtda uyg'urcha bir Qur'on bo'ladi. Xudo boy degan o'xshash va Karl Marksning o'zi inglizcha yozgan kitoblar Xitoycha, o'rischa tarjim qilib, har xil Vyetnamcha misol, arabcha tarjim qilingan o'xshash, ayndaq tarjim qilinib o'zi shu millat foydalanadigan darajada tarjim qilinliq. Xuddi shunga o'xshab bo'lishi lozim. Qur'on shunday bo'lganda, arab birinchi o kitob tushgan kishi arab bo'lganligi uchun uningga arabcha tushunmasi bo'lmaydi. U majbur endi. Shuning uchun o'zi arab tushgan, ham uni insonlar tarjim qilib ishilta oladiganligini ham Alloh taolo biladi. Bilganligi uchun uning o'zini butun insonlar mana mush kitob agashsa, mush kitobdagi yo'l yo'riq bo'yicha yo'l tutsa, u o'zi dunyoda niyatga erishidi deb o'zi bayon qilishlik. Tamam. Tushunmagan taraflarına yana başka dostlar sual koysa onunla yani to'liq cevap versek. Keyingi savol kelsam, Ramazon iyi Müslüman uchun dini, imoni, aqidasi, axloqini to'g'rilaydigan fursat xarakterlik bir kurs şeklidagi bir oy deb qarash to'g'rimi? Bayatning javobi chiqib qoldi, lekin mush savol allaqayam to'la nima qilib turdi. Chunki bir aniqlab bir ikki jumlalar. Bu intayin xato bir tushuncha, chunki u axloq hammasining o'zini davomli o'z axloqsiz bo'lishimiz lozim. Davomli o'zimizni yaxshi odam qilishga tirishishimiz lozim. U Ramazon kelgan chog'da, Ramazon kirgan vaqtda yaxshi odam bo'lib olib, terimizni almashtirib, uningdagi Ramazon chiqayotganligida eski terimizni kiysak, u vaqtda biz o'zi hech bir zaman to'g'ri odam bo'lmaymiz. Alloh taolo davomli yaxshi odam bo'lishga bizni buyurdi. Shunga Ramazon oyini xoslashtirib olish bu butunlay xato. Ramazon oyining farqi nima degan vaqtda, Ramazon oyida faqatla ro'zni iborat bir ibodatni ortiq qilamiz. Boshqa hech qanday farqi yo'q. Har qanday vaqtda haqiqiy odamdek yashash, haqiqiy axloqli yashash Qur'oni Karimniki o'zi bizga buyurgan bir buyrug'i. Ramazonda axloqli odamdek bo'l, ya'ni odam bo'l, boshqa vaqt eshak hukkat degan hech qanday yer unda qoida yo'q Qur'onda. Qur'onda namozda nima deyilayotganligini bilguninglarga qadar namozga yaqinlashmanglar degan bir buyruq bor. O faqat shu aroq ichib mas'ul qolganligini qartganmi yoki har qanday
nima deyotganligini bilmayotganlarning hammasiga o'rtaq bir xitob. Endi u oyat aslida shu nima mas'ul qolgan odamlarga qarta tushgan bir oyat, ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hozirgi vaqtdagi musulmonlik o'rtaq bir narsa desak bo'ladi, chunki musulmonlar hozir o'qigan oyatniki nima ekanligini bilmaydi. Xuddi mas'ul qolgan odamdek. Uning uchun o Qur'ondagi oyatniki ma'nosini, maqsadini tushunmaganligi uchun o ibodatlarga daraja paydo qiladigan, o axloqqa daraja paydo qiladigan oy o'zi belgilaydigan falon oyda axloq bo'lishimiz kerak, falon oyda sahiy bo'lishimiz kerak degan bunday narsani belgilaylik. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Qur'onniki arabchasini o'qigandan uyg'urchasini o'qisa, mayli to'liq bir yaxshi tarjima qilinib ketmagan taqdirdami, arabchasini o'qiganga nisbatan uyg'urchasini o'qigan vaqtda biroz bo'lsa-mu ma'lumotga ega bo'ldi. Uning uchun o'z tilida o'qiganlik nihoyat yaxshi. Bu vaqtda mas'ul qolmaydi insonlar. Uni tushungan bo'lgandan keyin. Endi shu nima deyotganligini bilmayotganligida o'rtoqlik bor-da, mas odam bilan nodonning. Albatta. Qur'onda bu sohada nurg'unlagan misollar bor. Qiyomat kuni misolki azobni qattiqligini insonlar sukara deydi, mas holatda turib deydi. Mas nima va ma hum bisukara walakinna azaballahi qarib nima azaballahi nima deydi? Qarib mu yoki ashuna bir oyatlar bor. Onun nima degan vaqtida qiyomatdagi azob nihoyat qattiq bo'lganligi uchun insonlar nihoyat o'zini yo'qotgan holatda bo'ladi deb shunday bayon qilishlik. Xuddi shunga o'xshash bu yerdagi bu oyatning o'zimi haroq ichib bir odam uningdan o'zi mas'ul ish emas. Hozirgi musulmonlar asosan davomli mast yuradi-ku. U nima uchun degan vaqtida Qur'ondagi oyatni tushunmay yuradi. Tushunmaganligi zaten mast o'xshash yurganlikdan boshqa narsa emas. Uning uchun bu yerda Qur'ondagi arabchasini o'qigandan boy deganga o'xshash uyg'urchasini o'qisa, biroz bo'lsa-mu o'ziga foydali bir narsalarni his qiladi. Shuning uchun arabcha o'qidim deb uni qiroatchilab, undaq o'qishga hech qanday hojat yo'q. Vaqt kelsa namozni shunday o'zi uyg'urcha o'qisin bo'laverdi. Uyg'ur tilimi hech qanday nima emas. Alloh taoloning go'zal ismlari, go'zal sifatlarini bayon qilgan shaklda namozni o'qisin bo'laverdi. Odatda. Ammo bilib o'qigan nihoyat yaxshi bo'ldi. Tamam, tushunishlik bo'ldi. Mening aloqador yozib qo'ygan savollarim bu qadar. Boshqa ko'rman do'stlardan savol tushmabdi. Abdulaziz birodar, sizlarning boshqa savollaringiz bo'lsa, davom qilaman. Men chekindim. Yani asas sorulgan so'rallar so'raldi meni. Endi Ramazan ayının keyin nima uchun bunda bo'lganligini boshliqlar kelib so'zlanmish Qur'on Kerim o'lcham insoniyatni baxtga erishtiradigan bir narsaniki tushirganligi to'g'riliq. Shuning uchun shunday bo'ldi-da. Endi shu biz ko'pincha shu bir narsani bir qiliplashib ketsa, qattiq murosim tusini olib qolgan narsa oxirichi uni bu ma'no ayni qilib qilib oxirichi shu shaklga berilib ketadigan menda ish bo'lib qoldi ekan-chi. Albatta. Şuna amal bor, shundoq ishdan qechinishi kerak ekan. Şuna bu programlarni qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizning qaytib qo'yilgan boshqa bir gap bo'lmasa, bugun o'shagacha qilsak bo'ladi endi. Bo'ldi, meniki tugadi zaten. Tamam. Qadrli qarindoshlar, unda bo'lsa, bugungi Qur'ondan nazar programmasininki monopol qilingan Ramazon to'g'riliq yana asosli qisqacha mushukchilik to'xtalib o'taydi. Yine başqa so'raydigan ish bo'lsa, bir oygacha Ramazon ham uchun so'rasanglar bo'ladi savollarni. Eng muhimisi o'zinglar shu Qur'onni nozil bo'lgan bir oy bo'lganligi tufaylidan bir Ramazon shunda bir tutayotganligimizni shuni e'tirof qilib, shu mumkin bo'lsa shu Qur'on menga nozil bo'ldi degan shaklda o'qib, haqiqiy Qur'onninki nima deyotganligi to'g'riliq tushunchaga ega bo'lsak, bunda programma qilishimizning herhalde hojat qolmay qoladi deyman. İnşallah hammaylar shu Qur'onni qo'lga elib, o'zining ishini o'zi tepib qila oladigan shunday holatga yetsa, albatta bizning xushal
Bunimiz Ustazın məqsədi şu. Meyləndə olsa Ustaz Allah razı olsun. Bo'ldi, Kelər Allohga qatimliq omonat. programma. Şülə Allah'ın özgə amanet. 88. Kur'an'dan Nezer programımızda görüşükçe aman bulunla. Onundan kim aman bulunla. Her zaman var onunla. Sağ selamet bulunla. Allah'ın özgü amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.